o'quvchilar, yangi bo'lim boshladik-a? Qanaqa bo'lim? Rosa mazza qish, qorlari kumush degan bo'limni boshladik. Shu bo'limda tez aytish bor ekan. Eshitamiz. Qodir qishda qorni qizg'andi. Hozir men boshlab beraman. Kim mendan oshirsa, o'sha o'quvchi g'olib hisoblanadi. Menikini sanaymiz hozir. Qodir qishda qorni qizg'andi. 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 Qodir qishda qorni Qodir qishda qorni qizg'andi. 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 Qodir qishda qorni Qodir qishda qorni qizg'andi. 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 Hop, Muhammad Umar gapi bo'yicha, fikri bo'yicha 12 ta aytar ekan. Qani 12 ta ayta oladimi, yo'qmi? Boshladik. Qodir qishda qorni qizg'andi. 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 Qodir qishda qorni Qodir qishda qorni qizg'andi. 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 Qodir qishda qorni qishda qattiq qattiq qoldi. 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 Qishda qattiq qattiq